Suvliymikin, suvsizmikin? 1400, 1600, 230 Watt 50 Hz. Koreya ekan, serial nomer. Mana bu yerga lekin Rossiyani birkasini ham urib qo'ygan o'xshaydi. Mana bu rossiyskiy birka bo'lsa kerak, mana bu Koreyada. Balki Rossiyada koreyslar chiqarganmi? Звонок бесплатно. Qayerda bесплатно звонок? Telefon qilsang pulingni ishiladi. Bu yerda lekin yozilmagan. Suv quyib ishlatiladigan deyilmagan o'xshaydi. Voda degan joyini hech ko'rmadik. Mayli, xudo xolasa ochib shuni ko'rib to'g'rilaveramiz. Qo'ldan kelgancha har xil plisoslar farqli. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar plisos, milisos, karcher, parcher, ventilator, duxovka, mikrovolnovka hammasi remont qilamiz qo'ldan kelgancha aka-ukalar. Manzil Toshkent viloyati, Piskent tumanida. Xudo xolasa olib kelaverasizlar. Iloji boricha shu gap sizlarga akalar, singillar, ukalar, ko'p ayol kishi ko'rmasa, erkaklar ko'rsa aytinglar. Plisosni bitta uyga shunda tozaladimi, sirazi bu yerda yog'i yaxshilab tozalab qo'yishsin. Bu bitta, ikkita, uchta, 10ta uyda qilishmasin. Bu yog'dan so'rgan chang ichidan o'tadi. Oxiri mana bunga ham to'lib bundan chiqib ketadi chang, ko'rasizlarmi? Bundan chiqib ketadi. Bu motor ichidan o'tadi. Havo o'sha changlar valladan pachennilarga urilib o'tadi. Bunga shunaqa qilib qilingan. Motorni shamollatish mana shuni o'zidan aylanib, shundan chiqayotgan shamol o'zidan aylanib chiqib ketadigan qilib qilingan. O'shaning uchun aka-ukalar, ammo buni bitta uyni tozalaydilar, bitta tozalab qo'yinglar. Bitta uyni tozalab, bitta kerak bo'lsa zapas qo'yinglar. Shoshib qilaman degan joyga bu filtr, u filtrlarni olasizlar. Sotsa kerak. Bunaqa filtrlarni sotsa kerak mana. Bo'lmasa ichidagi machalkalarni, bo'lmasa olib turib yaxshilab qoqib qilsanglar ham bo'ladi. Lekin yuvib turib sirazi qo'yib bo'lmaydi. Yuvib turib sirazi qo'ysanglar tuproq, loy bo'lib yopishib qoladi bu yerda. O'shaning uchun yuviladi. Yuvilgani bilan unaqa qilinmaydi. Quritib ishlatiladi. Bo'lmasa qoqib tozalab, yaxshilab qoqib ishlatiladi. Shunaqa gaplar. Ochamiz endi. Xo'p, ochib motorlarni chiqarib, vallarni ko'rdik. Mana yangi motor olib keldik. Mana shu yangi motorga yig'amiz endi. Xolasa. Bu eski motori dabdala bo'lib ketgan ekan. Dabdala bo'lishi ko'proq buni aybi plisoslarni mana bu o'rtasidan so'rib, mana shu motor o'zidan chiqarishi. Shu o'rtadan kirib, motordan chiqqandan keyin ichidagi murtka, katushka, unaqalari yomon bo'lishi ko'paveradi. Sim uzilib ketishi, boshqa bo'lishi, shunaqa narsalari dardi ko'paveradi. Xo'p, valchasini qayerga qo'yganman bilmadim hozir. Qayerda yotuvdi. Ko'rsatib aytsam sizlarga. Endi shu yangi motorni qo'yib beramiz. Xolasa to'g'irlab shunaqa xizmatli bo'lsa olib kelaverasizlar. Motor mana seli yangi qo'yib beraveramiz. Qo'ldan kelgancha. Iloji boricha o'sha buni o'tayotgan havosini, changini iloji boricha pilisos bitta filtrlarni yaxshi qilsanglar, shunda bundan chang o'tib chiqishi sal kamroq bo'ladi. Buning ichidan chang chiqib keladi, chunki o'rtasidan so'rsa, buyog'idan chiqaraveradi. Ana o'sha holatda bu motor vali ketib qoladi. Shunga endi ehtiyot bo'lasizlar, filtrlarga yaxshi qarashinglar kerak. Ayniqsa so'rish filtri zo'r bo'lishi kerak bunaqalarda. Bo'lmasa motor ketaveradi. Nima gaplar aka-ukalar? Endi yig'ib tashlaymiz. Xudo xolasa rezultatni ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa yig'ib qo'ydik.
Xudo xolasa ishlatib qo'ydik qo'ldan kelgancha. Hop. Shunaqa xizmatda bo'lsa olib kelaverasizlar aka-ukalar. Buni buyog'i lash dushlar mana bu. Yana qaytarib aytib o'taman. Mana bunaqa chang bo'lib ketguncha bosib ishlataverish kerak emas. Singillarga, onalarga, opalarga, xotinlarga aytinglar. Mana shunaqa chang bo'lib, rosa chang bo'lib ketaversa ham bo'lmaydi. Boya ko'rsatolmadim. Motor pachinnik ketgan, undan keyin уже simlar uzilishga tushgan chang holatiga. Mana shunaqa vasvas chiqqan motor. Mana cho'tkalari. Hali cho'tkasi o'lmasdan turib, motor o'lib ketgan уже mana ko'rasizlar. Bu mana shu ichidan, mana shu oldidan kirib havo mana parragi bunaqa bo'ladi, mana oddiy parrak. Kilchatkali. Va bundoq turgandan keyin boya ko'rdinglar. Ammo temir ichidan bu yoqdan so'rib chekkaga haydab, bu chekkadan bu chekkaga kirib, o'rtadan shamol chiqib ketadi. Ustida mana zachtasi bo'ladi. Ustida bundoq turadi. Buni ichida turadi. Bu motorda bo'ladi. Mana shunaqa holatda turadi. Hamma chang mana shu yerdan chiqadi. Shunaqa gaplar. Xudo xolasa to'g'rilab qo'ydik. Shunaqa plisoslar remonti bo'lsa olib kelaverasizlar. Uzoqda bo'lsa posilka qilsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Bitu texnikalarni ko'pini remont qilamiz. Chopper, mopper, balo, battar hammasini. Hammasini remont qilamiz. Jo'nataverasizlar. Duxovka bormi, boshqa bormi? Qo'ldan kelgancha buyog'i xudo xolasa. Video yoqqan bo'lsa like podpisatsiya bosib qo'yinglar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Tinch bo'linglar. Like podpisatsiya bosishingizni unutmasin. Samsung o'zi bunaqalarni plisoslarni remont qilaveramiz. 1600 da men 1800 deb qo'ydim, 1600 da yo'q ekan. Motor 1800 deb bo'ldi. Bu degani kuchliroq bo'ldi. Shunaqa gaplar. Like podpisatsiya yemaylar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar.